Kesar kesish amaliyoti bilan bog'liq juda ham ko'p savollar kelibdi. Bularning ko'pchiligi aynan ginekologlarga tegishli. Shunda ham bir ikkitasiga javob berib o'tamiz. Kesar kesish operatsiyasi necha soat davom etadi? O'rtacha 30-60 daqiqa davom etadi. Ba'zan og'ir holatlarda bu uzayishi mumkin. Operatsiya vaqtida og'riq bo'ladimi? Yo'q. Operatsiya vaqtida og'riq kuzatilmaydi. Ona hushida bo'lsa-da, og'riqni his qilmaydi. Kesar kesish osonmi? Yoki tabiiy tug'ruq osonmi? Albatta, ikkala holatni ham o'ziga xos qiyinchiliklari bor, lekin tabiiy tug'ruqdan so'ng ona tez fursatda o'zini tiklab, bolasiga bemalol mustaqil ravishda qaray oladi. Kesarvada esa birmuncha organizm tiklanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Kesar kesishdan so'ng bola emishi sekin bo'ladimi? Nisbatan tabiiy tug'ruqqa nisbatan kesarva bilan tug'ilgan bolalarda emish refleksi haqiqatan birozgina sust bo'lishi mumkin. Kesarvadan keyin qachon yurish mumkin? 24 soatdan keyin harakatlanish mumkin, biroz og'riqli bo'lsa. Choklar necha kunda bitadi? O'rtacha choklar 7-10 kunda bitadi, ammo ichki qatlamlarning bitishi uchun 6-8 hafta vaqt talab etadi.